Assalomu alaykum. Bugungi temam Uyg'urlarninki bir qism xizmatchi qabul qilish e'lonlarini pat-pat ko'radigan bo'lib qoldim. Yaqindan yaqin shularning ichidan qaramoqqa hech kimga hech qanday bir qanday bilinmaydigandek odatdagidek bilindi, lekin boshqa allarda xizmatchi qabul qilish e'lonidagi discrimination, ya'ni kamsitishga kiradigan bir qism omillarni ko'rib shu to'g'riliq azroq o'ylaganlarimni so'zlab boqay dedim. Vayda bir Facebook'un o'zidikilan bir e'lonni o'qib baqsaq, bir şirketimizniki tashqi savdo bo'limiga bir nafar diktor qabul qiladi ekan. Eng tuan to'liq kurs saviyaga ega bo'lish, inglizcha o'qish, yozish, so'zlash saviyasi favqulodda yaxshi bo'lish, kasbi bo'lsa oldin qabul qilindi debdi. Bularmisi hech qanaqa emas-ku, shu ish qilib shu talablar odatda boshqa allarda muassaslik shunday talablarni qo'ydi. Lekin mayada jinsiy bo'lish kerak, yosh cheklamasi, muncha yoshdan muncha yoshgacha bo'lish kerak. Muqim maoshi munchalikdan munchalikgacha bo'ladi degandek mazmunlar bor ekanda, ammo shu mazmunlar meningki diqqatimni sal tortdi. Ko'pchilik bilan hozir baharlasam, mayada boshqa bir Kanadadagi bir BC Human Rights deb kishilik huquq, ya'ni kamsitishlar to'g'riliq qaysi ishlar xizmat ustidagi xizmat qabul qiladigan xizmatchi qabul qilish e'lonlaridagi kamsitishga kiradi degani bir ko'rib baqsaq, men tizimlikini bir ko'rg'ustay. What employment events are discrimination deydi. Uni qaraylik. BC Human Rights Tribunal debdi. Ammo shunda kishilarniki qanday alayliklarini qonun to'g'riliq qo'g'daydigan, masalan, race, sex, marital status, color, gender identity deganlarni bir kurs so'zlab bo'lsam, hamda misol qilib bir kurs so'zlab bo'lsam, bu xizmatchi qabul qilish e'lonida odatda bizniki vatanda Xitoylarning chiqargan xizmatchi qabul qilish e'lonidagi nimalar kamsitish hammadan bak ig'ir. Millati deganiga aniqdan aniq Hanzu deb yozdi oyaga. Faqat Xitoyni olamiz deb. Yaşı 25 yaşdan 26 yaşdan tuan bo'lish kerak, 30 yaşdan tuan bo'lish kerak degandek shartlar aniq shu yerda deyilgan. Ashlarniki hammasi odatda kishilarniki haq huquqiga daxl qilganlik bo'ladi bu. Unda Kanadada men bak ko'p doim xizmat izlagan, o'qish bitirib chiqiblam to'xtamay bir yerda ishlab turibmi, yana boshqa yerlardagi xizmatlarni ko'rib izlab degandek shunday e'lonlarniki ichida Uyg'ur e'lonlarininki ichidagi bir qism nuqtalar u g'arb allaridagi xizmatchi qabul qilish e'lonidagi kamsitish qatoriga kiradigan qonuniy javobgarlikka surishtiriladigan bir qism mazmunlar Uyg'ur e'lonlaridan ko'proq uchraydi. Mana yaxshi qarab baqsa qanday deydi desanglar, race, ya'ni indaymiz, millati ayrimchilik qilsa bo'lmaydi degan gap. Xitoyni olaman, Uyg'urni olmayman degan bo'lsa, uni arz qilishga tegishlik nima? Endi Xitoyniki qonunda u yerda u qonun bilan mayadagi g'arballardagi xizmatchi qabul qilish e'lonlaridagi kishilarniki huquqini qo'g'daydigan mazmunlar o'xshash bo'lganligi mayda sex debdi, ya'ni odamniki o'ziniki erni qabul qilamiz, ayolni qabul qilmaymiz degandek daqiqaga ochiq yozsangiz bo'lmaydi oyaga. Marital status, ya'ni to'y qilganmi, qilmaganmi, ya'ni to'y qilmagan olaman, to'y qilgan olmayman deydiganni qo'shib qo'ysangiz bo'lmaydi. Color debdi, oq tanlikni olaman, qora tanlikni olmayman degandek ish qilib Xitoyda pek ko'p uchraydi buningdek mazmunlar. Shunlashqa Uyg'urlarmi taraqqiy qilib pul tepib, boy bo'lib, shirkatlarni qurib, odamlarni qabul qiladigan darajada shunday bo'lib, e'lonlarni chiqargan chog'da garchi oddiy yozgan bo'lsangiz-mu, u yerda shu shirkatning nomidan chiqargan bo'lgandan keyin ma'nodek kamsitish turidagi mazmunlarni qo'shib qo'ysangiz yaxshi emas. Bir Uyg'urninki ong kishilik huquq, ong saviya degandeklarga anglamoqqa ta'siri bor. Yana qaysi mazmunlar ekan desangiz, gender identity or expression deydi.
Bu degeni shu o'zininki jinsini qanday qaraydiganlar, o'zini masalan er kishilar bor, ba'zi er kishilar o'zini ayol kishi deb qaraydigan, shu gender expressionga qarata yoki bo'lmasa ayol kishiniki er kishidek bo'lgani degandek shundaq gay, lesbian deb qo'yamiz-ku. Shundaq shu o'zininki expression masalan o'zi ayol kishi bo'lsa-mu jinsini qabul qilmaydigan, men degan er kishi dek his qiladigan shundaq bir qism kishilar bor. Shundaq expression o'zininki jinsiyatini ifodalash jihatimi xizmat qabul qilish e'lonlarida shu sababli qabul qilinmagan bo'lsa, bunimi kamsitish qatoriga hisoblaydi. Family status deb shu oila ahvoli, bolasi jiqroq bo'lsa, ishchiq bo'ldi olmaymiz degan gaplarni ochiqdan ochiq yezish olmaydi. Ancestry debdi. Ancestry degan shu yana birisi ancestry debdi. Hamda bu degani balkim shu urug' tuqqanlarini aniq ochiq faqat tuqqanlarini xizmatchiga qabul qildigan degan oyada aniq ifodalab qo'ysangiz bo'lmaydi degan gapmikin deb o'yladim bu. Onun boshqa yana sexual orientation debdi. Yana boya deganimdek shu er kishi turib ayol kishidek bo'lib olgan yoki ayol kishi bo'lsa-mu er kishidek yasanib olgan degandek shunday orientation. Odatda mayda Kanadada xizmatchi qabul qildiganlardimi ilg'i er kishimi ayol kishim deb o'zininki nimasini qilgan chog'da katachilar nima qildi-ku, boshqa davlatlarda qanaqkin er va ayol deb ayrilmaydi, uning ostiga yana bir nimalar bo'ladi, katachi talaydigan katachilar bo'ladi odatda. Ya ifodalamayman demdi, yo bo'lmasa u tanlashninki nimasi nima desanglar, sen o'zingni qaysi jinsdagi odam deb qaraysan deb ayrim bir tanlash bor uningda. Sexual orientation mu shu xizmatchi qabul qilish e'lonidagi shu discrimination'niki muhim mazmunlarniki biri. Age, yosh, ya'ni yashining palonni yoshdagi muncha yoshga degandek yoshga aniq cheklama qo'yib olsangiz bo'lmaydi u yerda. Bu mazmunni mayada qandoq desanglar, masalan cho'ng-cho'ng Loblaws deymiz, Walmart deymiz deydiganlarniki kechasi maxsus mollarni tizimlagan yoki mol tushiradigan shunaq xizmat o'rni bo'ldi emasmi? Ularga e'lon chiqargan chog'da odatda cho'qim 25 kilodan ig'ir narsalarni ko'tara oladigan bo'lish kerak degandek manandek mazmunlarni qo'shidi. Aning qarab anankin er kishini oldiganki yo ayol kishini oldigan yoki mos keladigan deb o'zimiz qolamiz. U yerda bevosita erni oladigan, ayolni oladigan degan demaydi. Yosh cheklamasi deganga odatda boshqa qanaqa qiladi desa 5 yillik xizmat tajribasi bo'lishi kerak, 10 yillik xizmat tajribasi bo'lishi kerak degandek shu xizmat tajriba yil sonini qo'shib qo'ydi. Hargizmi 30 yoshdan tuvanni 40 yoshdan tuvan olamiz deb unda qo'shib qo'ymaydi. O place of origin Hindistonning kelganlarni olamiz, Filippinning kelganlarni olamiz deb o'ziniki shirkatiniki boshqa qaysi yerdan bo'lsa, ashlarni ochiq yozib qo'ysangiz, shu discrimination qatorida shu xiloflik qilgan bo'lsangiz degan gap. Physical disability, ya'ni meyblarni qabul qilmaymiz deyishga bo'lmaydi. Political beliefs deganda Cumhuriyet Partiyasi, Konservativ partiyasi degandeklarga shu o'zininki yoqalaydigan partiya yoki bo'lmasa shu siyosiy ko'z qarashlari sababli xizmatga qabul qilinmasa, umi nim bo'ladi. Shu kamsitish qatorida chiqqan bo'ladi. Religion deb ya'ni musulmonlarni olmaymiz, oqtaliklarni olmaymiz degandek ma'nodagi religious bevos ochiq oshkora ma'noga men hozir bir nima qilay? Misal elib bir videoni ko'rsatay sizlarga. Eng oxirgisi mental disability debdi, ya'ni ruhiy jihatdan sog'lom emas kishilar bo'lib qolsa, ularni olmaymiz degandek bularni ochiq yozishga bo'lmaydi odatda u xizmatchi qabul qilish e'loniga. Bu diniy e'tiqodiy sababli xizmatga qabul qilinmaslik sababdan bir qizlar bir shirkatni arz qilib ekan, shuni sizlarga bir hozir maydan bir ko'rsatay. Acaba yomon qiz olgan deb qoldim. Bir shirkatga xizmat izlagan beribdi. Beshida yog'liq bo'lgan, ashaq bo'lgandan keyin u qiz olgan qilibdi deysanglar. Odatda Kanadada ishlagan chog'da masalan 15 minutlik damlashlar bo'ladi-ku. U 15 minutlik damlashga maosh hisoblaydi.
O'tirdiki yarım saatlik damlashlarga hisoblamaydi. Yarım saat, bir saatlik damlashlar bo'lib qolsa, unaga pul hisoblamasmi? Ilqi emgak qonunida har 2 soatda bir qatim 2 soat ishlab chiqib, bir 15 minut damlash kerak deydigan bir emgak qonunida shunday belgilangan. Shu 15 minutlik vaqtga odatda maosh hisoblanadi odatda. Qonun bo'yicha elib yetgan chog'da. Qizni ko'stay. He said, "Religion, we don't want that here." And then he pointed to my headscarf. Qizi shunda xizmatchi qabul qilishini e'lonni ko'rib, shega intervyuga berib, ananiki noyadagi direktori bishidagi yolg'ini ko'rsatib turib, biz bu yerda religionni qabul qilmaymiz deb ochiqlam aytibdi-da. Bu qiz ola so'ragan chog'da shu menga berilgan u 15 minutlik ikki nimani menga faqat yarım soat qilib bersanglar, men namoz o'qib olsam, mushu shartim bor. Başqa şartlarım yo'q degandek shundaq mazmunda gapirgan to'qish qilib intervyu bundoq men chiqqan chog'da 100 strana imtihonda. Shu so'zlarni qilgan vaqtda aytdiki direktori, shirkatniki direktori chiqib sen bu yerda namoz o'qiyman deb, biz religion we don't want here. Shirkatimizda dinni qabul qilmaymiz degandek shundaq mazmunda gapirgan bu qiz arz qilibdi. Shuning bilan cho'ng CBC xabarlariga cho'ng xabarlarga chiqib shundoq chiqib so'zlab shuning bilan u shirkat cho'ng bir avorchilik uchrabdi. Bizniki Uyg'urlarimiz ichidami shirkatlarni qurib, boy bo'lib, odam qabul qiladigan shundoq e'lonlarni chiqaradi. Navoda siz kerak shundoq official maxsus xizmatchi qabul qilish e'lonlarini chiqarib, u 100 strana imtihon kelgan odamlarniki shu to'y qilganka, yeshimmunchilikka degandek nimalar sababli u odamni qabul qilmagan bo'lsangiz, u odam sizni arz qilib qo'ygan bo'lsa, ishingiz chatoq degan gap. O'zingizniki turishliq davlatniki ahvoli qarta bo'ladi-da. Bizniki Uyg'urlar asosan shu tishimizni tishlab o'tkazayotimiz. Ma'noda g'arib allarda yashaydigan ma'nodek kishilar, ma'nodek buni musulmon qizdek bundaq o'ziniki haq-huquqini qo'g'daydigan o'zimninki islomga e'tiqod qilishim sababli mushu xizmatga qabul qilinmadim deganligi uchun ham shuningga isbot ko'rsatib bera oladiganligi uchun AO shirkatni arz qilib animasini chiqarib aytibdi. Shu bugungi temam shu Uyg'ur e'lonlaridagi asosliga shu xizmatchi qabul qilish e'lonlaridagi shu mazmunlarni ko'rib bu to'g'riliq so'zligim kelib qoldi. Bu xizmatchi qabul qilish e'lonidagi ostiga tushgan inkaslarni ko'rib men kulib inglizchasi favqulodda yaxshi bo'lgan oliy maktabni bitirgan birisiga 3500 TL beramiz desanglar qo'y boqadiganlar qanchalik beradi deb yozibdi. Uni ko'rib kulib şeyden adamdan şartı bak şükür maaş tüven bu kaptı. Şart şükür maaş tüven. Şu inkasanın karsanlar mı? Bizdeki Uygurlar kızıqay bir naslini köse. Vaqti şuna inkasan yazgan yaxshi ko'pchilik sizlarmi mushu videomdagi mazmunlar qarta fikrlaringlar bo'lsa, inkasalaringlar bo'lsa yozib qo'ysanglar tamamen bo'ladi. Mushundaq so'zlash orqali so'zlab ko'pchilik anglab qolsa anlaganning ziyni yo'q. Bugungi programmam shunchalik emsa, ko'pchilik videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.